işte uçuruşta sabah düştü. Bir hatalı der yaşım bizi kızlar. Değil mi? Uçuruş sesler. Ey beni kim ayarmıyor ki? Bakıran. Önünde çok gün boyu çuyla bu karıştan geçecek. Ben almazsam bir sene. Yok bulmasamın bunu öğrendim. Şöyle bırak işini alma. Söyleyeceğiz yok. Dünyada ulug' so'z Qur'on bo'lur. U ham mudom emas, ahyom bo'lur. Piyola chetida bir oyat borkim, har joyda hamisha hamon bo'lur. U ham bo'lsa Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli aziz muhtaram buyukli Qur'on xonadonida tashrif buyurgan aziz insonlar, hurmatli otaxonlar, munis onajonlar, lobarlar, mardiklar, shirkushaklar, ukajonlar. Mana bugun Otaxon qishlog'ining eng ko'zga ko'ringan bir badavlat xonadonlaridan biri
Kuranboy akalar, Yakupjon bola xonadonida bugun ajoyib kun. Mana ularni xalqlari bugun Makisjon vaqtini hisoblamoqchiman. Kuranboy aka bilan o'zaro qo'llarni quvvatlari cheksiz. Chunki ularning ilk murodlari Makisjon bugun ajoyib bir kunga erishdi. Ana shu qishloqda o'sgan Qaraxon bugun shu xonadonda kelin bo'lib, qiz bo'lib qadam bermoqdalar. Ana shunday ajoyib kun bilan Quronboy aka, Yakupjon momasini mana yangi imoratlarda Tozajonoda shu yayinni oyoq yuziga yarashsin deymiz. Qo'shqani bilan qo'sha qarasin. Eskilar aytganidek, hujum deng soya bersin, uzum deng meva bersin. Iloyim shu yerdan Qaraxon o'zi bilan birga baxt olib kelgan bo'lsin, saodat olib kelgan bo'lsin. Har bir shu davramizda qatnashib o'tirgan har bir insonni nainki yaxshi umidi, nainki yaxshi orzusi bo'lsa, Xudo hamrohi bo'lib, yaxshi niyatini yetiraversin deb umid qilsak-da, endi ana shu Makisjon hamda Qaraxonlarni ajoyib kunlarini, to'y oqshomlarini, so'l kechalarini ochib berish uchun so'zni shu yilotni qo'mi ajoyib bir inson Matkarim akadan so'rasak. Marhamat Matkarim aka. Mana Qadamboyning o'g'li Quronboy akami Yakupopami oqsig'i, yine Quronboy akam shu oqsig'ini uylantirib o'tir ekan. Shu ikkala yoshga uzoq umr, keng davlat tilayman. Qo'shqanlarim bilan qo'sha qarasinlar deyman. Hamma u oqsoqchilik bo'lsin deyman. Ularga oilaviy mustahkam sog'lik, salomatlik tilayman. Hamma o oqsoqchilik, elimiz, yurtimiz tinch olsun. Şu xonadonga şu kelgan gelin bak getirgan bo'lsin. Elimize, yurtimize bak getirgan bo'lsin. Bu yilimiz mana endi paxta terim arifasini tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hem hosilga hosil qo'sh oyi, eng bir ajoyib bir to'kin oy bu. To'q oy bu. To'y tomosha hamma bo'ladigan oy bu. Shuning uchun ham bu yilgi qilgan dehqonchiliklarimiz barakali bo'lg'ay. Dehqonchilik xirmonlarimiz to'kin bo'lg'ay. Hamma vaqtchilik bo'lg'ay. Paxta planlarimiz bajarilib, to'ylarga ulashavergay. Hamma vaqtchilik olsun. Sağ olunlar. Mana rahmat. Mana shu endi men yerdan bir gap aytmoqchiman. Mana Quronboy akam hamma to'ylarda men shubda kiyib ekaman, piyon kelaman deb turibdi. Shuning uchun deydi, meni de keyin o'rtoqlar deydi, hammasi deydi, yeb ichmas deydi, meni de yursin deydi. Ana shu uchun mana talabini qondirasizlar. Ham desa to'yni ichi hem de bir tertli bo'lsinlar bu. Bir ikki yavru o'g'il qizlarimiz bu ishib oladimi, ishmaydimi? Yanında işkemeki tozalan ko'taradimi? Bu gaplarga yo'l qo'yamiz ekan. Ular to'y ochib, kimsiz? Durdona qizimizni topshiramiz, to'yga olib borishdi. Rahmat Matkarim aka. Iloyim hamma shu yodingizda, mahallangizda to'y bo'lsin, boshing'iz to'ydan chiqmasin. Endi aziz davlatdoshlar, bugungi ana shu xonadonni ajoyib kuni bilan tabriklar. Makisjon hamda Qaraxonlarga uzoq umr, baxt, saodat tilab, o'zlarini ajoyib qo'llarida tonlari bilan, jarangdor ovozlari bilan mana shu qishloqda yetishib chiqqan yosh, yirik, xushovoz xonanda Omonboy boshliq bir guruh san'atkorlar xizmatingizda bo'ladi. Navbatni san'atkorlarga beramiz. Tarona bu bog'larda kelin-kuyovlar o'tirishlaringizga ruxsat beramiz. Marhamat.
kaşın yandı